Nyu-Yorkka eng tepa binosidan tomosha qilishga chiqib ketyapmiz. Mana shunaqa VIP yo'l ichida 4 kishi. Mana shu yerga chiqamiz. Har doimgidek bu yerda ham o'sha biznes. Rasmga olib qo'yishadi, chiqayotganda keyin hozir olasizlar, olmasanglar olmaysizlar. Shunaqa gaplar. Express bilet olganim uchun sizlarning maxsus kitimiz ham bor mana amerikanskiy kit. Endi yo'l ichida olib chiqib bez ochadi. 101 etasiga chiqdik. Wow, mana sizlarga New York. Wow. Mana sizlarga go'zallik. Eng tepasiga chiqdik. New York shunday ko'rinadi. Go'zallikni qaranglar. Voy. Kecha ham UFC'ni ko'rgan bo'lsa kerak. Jangdan 3-4 kun oldin mana shu yerda Mahachi face to face bo'lgan. Aynan shu yerda. Kecha UFC bo'lgan arena mana bu. Qaranglar, butun New York shuna ko'rinar ekan. Video yoqqan bo'lsa, like qilinglar.